Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Yevropa İttifaqı yangi bir qonun loyihasi ma'qullab, xatar darajasi yuqori bo'lgan Xitoy shirkatlari to'g'riliq tavsiyadan majburiy buyruq o'tmoqchi bo'lgan. Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishlik bo'lgan Huawei va Zhongxin shirkatlarining turli mahsulotlarining Yevropaning bexatarligiga tahdid shakllantiradiganligi to'g'risidagi qarashlar kun sari kuchayayotgan bo'lib, Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlarga bu ishga Xitoy shirkatining uskunalarini ishlatmaslik, davlatlarning asos ulaslar qurilishlaridan chiqarib o'tish tavsiyalarida bo'lib kelgan edi. Ammo Yevropa davlatlari Xitoyning ta'siridan qo'rqib, hozir qadar keskin tadbir qo'llanmagan va Yevropadagi xili ko'p davlatlar bu shirkatlarning mahsulotlarini ishlatishni bugunga qadar davomlashtirib kelgan. Reuters agentligining 20 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, Yevropa Ittifoqi yangi bir qonun loyihasi ma'qullab, xatar darajasi yuqori bo'lgan 18 muhim kasb sohasida Xitoyning Huawei va Zhongxin qatorliq shirkatlarining mahsulotlarini ishlatishni cheklash qadamini bosgan. Agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, Yevropa Kengashining burunqi tavsiya xarakterli qarorlari bundan keyin majburiy buyruqqa o'zgardi ekan va Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar Xitoyning bu ikki shirkatining mahsulotlarini qo'llanishdan majburiy voz kechadi ekan. Navbatda Yevropadagi 5G telefon sistemasi hozirgacha bu ikki shirkatning texnikasiga tayangan bo'lib, Yevropa komiteti tomonidan Yevropa Ittifoqining tor bexatarlik qonuniga tuzatish kirgizishda bekitilgan bu tadbirlar tor va pul to'lash detali hujumlarining ko'payishi va chet elning aralashishi, josuslik va Yevropa Ittifoqidan boshqa texnik ta'minlagichilarga tayinish to'g'risidagi andishlarning kuchayishidan keyin yo'lga qo'yilgan. Yevropa Xitoy texnikasiga bo'lgan tekshirishni izchil kuchaytirayotgan bo'lib, Germaniya yaqinda Beijingga qartilgan savdo siyosatini qayta baholash uchun mutaxassislar komiteti tayinlagan va kelgusidagi 6G to'rida Xitoy zapchaslarini ishlatishni cheklagan. Yevropa Ittifoqining bu qatim belgilagan yangi tadbirlari 18 muhim sohaga chetildigan bo'lib, bular bayqash uskunalari, to'rg'ulangan va avtomatik mashinalar, tok bilan ta'minlash va saqlash sistemasi, suv bilan ta'minlash sistemasi, uçquchisiz aeroplan va qarshi uchish sistemasi, bulut mulozimati, davolash uskunalari, nazorat qilish uskunalari, olam bo'shliqi mulozimati va yerim o'tkazgichlarni o'z ichiga oladi ekan. Wall Street gazeti Nuri Turkal apandining Xitoyning sun'iy aql orqali ilib berilgan tunji keng ko'lamli tor hujumi haqidagi maxsus obzorni e'lon qilgan bo'lib, mazkur obzorda Xitoy tor dunyosida sun'iy aql sistemasini kontrol qilib, asosligi sun'iy aql tarafidan ijro qilingan tunji keng ko'lamli josuslik mashg'ulotini ilib borgan. Bu cho'nqur bir strategiyalik holatni oshkorlab beradigan bo'lib, Xitoy sun'iy aql orqali Amerikaning sun'iy idrok texnikasi ustidan josuslik ilib berib, Xitoy Amerika modellarining qanday harakat qilganligini, qayerda mag'lub bo'lganligini va ularni qanday kontrol qilg'ili bo'lganligini tadqiq qilmoqda. Taqobil turish tadbirlari jiddiy va aniq bo'lishi kerak. Sun'iy aqldan noto'g'ri foydalanishni faqat bir tal doiradagi tor masalasi deb qarashga bo'lmaydi. U hozir Xitoy bilan bo'lgan texnik keng texnik raqobatining markaziga aylandi deganlar o'tirib qo'yilib, sun'iy aql boshchiligidagi tunji tor hujumi yangi bir davrning boshlanganligidan derak berdiganligini va tövandagidek taqobil turish tadbirlarining zarurligi ta'kidlangan. Sun'iy aql yordamidagi mudofaa cho'qim federatsiya organlari, muhim ulaslar va cho'ng shirkatlarda o'lchamga aylanishi kerak. Xitoy sun'iy aqldan foydalanib hujumni tezlatganda, Amerika mo sun'iy idrokdan foydalanib mudofaani tezlatishi kerak. Ikkinchidan, shirkatlar sun'iy aqldan noto'g'ri foydalanish voqealarini 72 soat ichida oshkorlashi kerak. Uchinchidan, sun'iy aql shirkatlari loyihadan boshlab bexatar bo'lish prinsipini qabul qilishi kerak. To'rtinchidan, Amerika va uning ittifoqdoshlari sun'iy aqlga tayangan tor mashg'ulotlarni boshqaradigan xalqaro qoidalarni Xitoydan burun tuzib chiqishi kerak. 5-dan, Amerika cho'qim tahdid istixborotlarini o'rtoqlashish usulini zamonaviylashtirish kerak. Mazkur obzorda Nuri Turkal apandi tor dunyosidagi so'g'uq urush endi rasmiy urushga aylandi. Xitoy o'zining yomon g'arazini oshkorlab bo'ldi. Sun'iy aql boshchiligidagi tunji tor hujumi yangi bir davrning boshlanganligidan derak beradi degan qarashni o'ttirib qo'ygan. Növətdə Shveysariyaning Davosda 56-cı növbətlik dünya iqtisod munbiri yig'ini echilayotgan bo'lib, bu yig'inga 100 dan ortiq davlatdan 3000 ga yaqin kishining qatnashganligi ilgari surilmoqda. Buning ichida
64 davlatning davlat boshlig'i va bosh ministerlari, 200 dan ortiq mashhur siyosatchilar hamda 850 dan ortiq dangliq korxonchilar va har sohadagi dangliq cho'lponlarmo ishtirok qilgan. Mazkur yig'inda jiddiy iqtisodiy krizislardan sirt Ukraina Rossiya urushi, O'rta Sharq masalasi, Venezuela va Grenlandiya masalasi, Iran masalasi qatorliqlar keskin munozara qo'zg'aydiganligi matbuotlarda keng o'rin olgan bo'lib, ammo bu yig'inda irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlar tilga ilinmagan. Yig'inda Xitoy iqtisod ishlarga mas'ul muavin bosh ministri Xali Feng Xitoyning klassik hikoyasi bo'lgan ko'p taraflik xalqaro savdo sistemasi va ko'p qutbli dunyoni qo'g'dashga chaqirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.